18.000 olamga taalluqli bismillahirrohmanirrohim. Mana shu 18.000 olam, mana shu polniy yer sharpa bo'lib yig'ilib bitta shu yerda o'zida 18.000 olam turibdi. Tepasiga plyusovый 18.000 olamda insonlar yashaydi, pastiga minusovый 18.000 olamda jinlar yashaydi. Ya'ni plyus minus 36.000 olam bo'ladi. Biz 7-plyus olamdamiz. Ya'ni 18.000 plyus olamda insonlar, 18.000 minus olamda jinlar yashaydi. Biz 7-plyus olamdamiz. Bizning jinlarimiz, shaytonlardan bo'lgan jinlar 7-minus olamda yashayapti. Ana shu yerda o'zida 18.000 ta plyus olamlar turibdi. Qur'oni Karimda olamlar deganga taalluqli juda ko'p oyatlar turibdi. Shu olamlar degan oyatlarda turibdi-da. Qur'oni Karimda oyatlarda ko'p. 18.000 o'zi qayerdan kelyapti desa, mana Faqih Abulays Samarqandiy aytadi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo 18.000 olamni yaratdi. Bu ham bitta olamdir dedilar. Nabiy Umar ibn Hattob roziyallohu anhu rivoyat qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo yerda 1000 ta ummat yaratdi, 600 tasini dengizda, 400 tasini quruqlikdadir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda. Bu ikkita hadis Abulays Samarqandiyning Bo'stonul Orfiy degan kitobini 174-betida kelgan hadisdir. Mana 18.000 olam qayerda kelyapti. Endi yerda 1000 ta ummat yaratilgan ekan, ularning turi millionlab, milliardlab kelyapti. Na yerda 1000 ta turiga to'g'ri kelyapti 18.000 olam, na milliardlab ularning turiga ham to'g'ri kelyapti, yig'indisi 1000 ta dona, 1000 ta oila yig'indisiga ham to'g'ri kelyapti 18.000 olam. Bular chalg'itib 18.000 olam yer, tuproq, o'simliklar, jonzotlar har xil narsa deb aldab kelyapti. Bular buni bilib bo'lgan. Shuncha oyatlar Qur'oni Karimda kelyapti. Kimga kerak bo'lsa, mana sifroviy oyatlarni yaqinlashtirsin. Men yaqinlashtirib beraman. Buni ko'rib, hisob-kitobini qilsin. Bu haqida minglab oyatlar bor. Men hisob-kitob qilib, to'shni daniyni chiqarib bo'lganman. Allohning rahmati bilan. Mana buni o'zingizlar ko'rib, xulosa qilib